Hozir bolalarga tez ayttiramiz. Yutib olganga mana shu shaxmat chashka sovg'a. O'yinimiz sharti qarang. Bir nafasda 10 marta tez aytib berasiz. Mana shaxmat chashka sizga. Bo'ladi? Bu bog'cha boshqa bog'cha aytib bering. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa Boshqatdan. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha bog'cha. Siz o'ylab ko'rasizmi? Ketdi, harakat qilib ko'ring. Bu boshqa bu. Yo'q, bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu boshqa Mana bu bog'cha, bitta bog'chaga bordingiz, boshqa bog'cha ekan. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa. Yo'q, siz o'ylab ko'ring-chi. Aytib bering. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu bog'cha boshqa bog'cha, bu boshqa. Yo'q, tez aytish kerak. Siz ayta olasizmi?